Biz bugün iman hakkında to'xtalamiz. Ya'ni bir odam Allohga ishonsa, jannatga ishonsa, do'zaxga ishonsa, bu ishonish, ya'ni bu iman bu insonga dunyoda qanday foydalarni olib keladi, qanday ta'sirlarni olib keladi bu haqida paranglashamiz. Bir odam Allohga ishonmasa, o'lgandan keyin hisobning, kitobning, jazo, mukofotning borligiga ishonmasa, u odamning bu dunyoda yomon ishlarni qilishini, masalan, haroq ichishini, tomok chekishini, hatto bir odamning ko'may qolganda mol-mulkini, haqqini yevirishini nima to'sib qoladi? Ko'nglimizda axloq deyishimiz mumkin. Qaysi axloq? Kim bekitgan axloq? Hamjinis bachchivozlarga nisbatan bir o'g'avolning qizivolga aylanishi axloqsizlik emas. Demek bizni bütün yaman işlarni to'sib qo'ydigan, insonning tabiatiga xilof bo'lgan ishlarni to'sib qoldigan narsa nima? Allohga bo'lgan iymon, Allohga bo'lgan ishonch, jannatga, do'zaxga bo'lgan ishonch. Ya'ni ko'may qolganda men palonning meni ilib olsam, o'lima, o'lgandan keyin hisob kitob bor, Alloh taolo uning qartamandan hisob oladi degan bu ishonch bo'lgach, biz boshqalarning meni ilib olmaymiz, boshqalarning haqqidan qo'rqamiz. Axloqsizlik ishlardan masalan, biz Alloh chekladi deb ko'nglimiz tasimi yomon ishlarni qilmaymiz. Agar bir odam Allohga ishonmasa, jannatga ishonmasa, do'zaxga ishonmasa, ko'ngli nima tasir shuni qiladi. Çünkü onun çeklep durduğun, onu tutup durduğun hiç neresi yok. Şuna bazı oğavallar kızıvallar özgürleşini halaydı, bazı kızıvallar oğavallar özgürleşini halaydı. Yani imansızlık adamın ahırda insan emes bir nesige okşutup koydu. Mesela din çıkarlarının, ben maymundan türelgen de karıgan dinsizlarının ki fitret cihete, yani insani cihette buzulganlıkını görürüz. Hem dinsizlerin kolluğanlıkını görürüz. Ulanın kılgını toğul kökenlikini görürüz. Nimişka? Oldu iman yok. İman bulmagandakin hiç kanda çekçigirası yok. Onun nezarında hata işinin ölçümü fakat özünün könlüğü doğru kelse, doğru özünün könlüğü tapmagan bo'lsa xato. Shunda qilish mumkin. Demak, iymon bizni haqiqiy inson qiladi. Masalan, ba'zi ota-onalar bolalarining yo'ldan chiqqanligi haqida na'yat qaqshaydi. Lekin shu ota-onalarga deymizki, bolangizga iymon haqida qanchalik tarbiya berdingiz? Ya'ni Allohga bo'lgan ishonch haqida qanchalik tarbiya berdingiz? Jannat haqida tarbiya berdingizmi? Do'zax haqida tarbiya berdingizmi? Yo'q. Bolalarda iymon, do'zaxga bo'lgan ishonch, oxiratga bo'lgan ishonch turg'izmaydi ekan, bolalar axloqiy jihatda chatmaydi. Shunga bolalarining tarbiyasi haqida qaqshaganlar eng avval bolalarga uyda iqtisod gapi qilish qanchalik, darsingni yaxshi o'rgan, topshiriqni ishildingmi, maktabga bordingmi deganchilik iymon haqida paranglasa, bolalarga do'zax tarbiyasini, jannat tarbiyasini ishlasa, u bolalar yo'ldan chiqmaydi aslida. Bugun kunimizdagi yosh bolalarning yo'ldan chiqib ketishning asosiy sababi nima esa, yosh bolalardagi iymon tarbiyasining kamchiligi. Ota-onasining ularga jannatning, do'zaxni, oxirat hayotini bu haqidagi paranglarni oz qilganligi tufayli bolalarning qalbida, bolalarning iddisida oxiratga bo'lgan ishonch, hisob kitobga bo'lgan ishonch, jazo mukofotga bo'lgan ishonch turg'izilmag'achqa ana shunday xato yo'llarga mangdi. Chunki iymon bo'lmasa, do'zaxga bo'lgan ishonch bo'lmasa, oxiratga bo'lgan ishonch bo'lmasa, u bolalarni nima to'sib qo'ydi? Demak, oxiratga bo'lgan ishonch bizga axloq ato qiladi. Bizni haqiqiy inson qiladi. Ikkinchidan, iymon, ya'ni Allohga bo'lgan ishonch, jannat, do'zax, oxirat hayotiga bo'lgan ishonch bizga nisbatan bir nurli chiroqqa o'xshaydi. Masalan, biz o'zimizni Allohga ishongan emas deb bir tasavvur qilib boqaylik, Alloh saqlasin. Dunyoni Alloh yaratmagan, bizni Alloh yaratmagan, jannat yo'q, do'zax yo'q. Unda o'z insonning bu dunyoda nima ishi bor? Nima vazifasi bor? Har qanday bir narsaning vazifasi bor. Bu iPadni nima qilamiz? Foydali narsalarni ko'ramiz, kitob ko'ramiz. Unda insonning vazifasi nima? Nereden keldik? Nereye varamiz? Bu savollarga iymonsiz javob bergili olmaydi. Ya'ni iymon yo'q odamga nisbatan, Alloh ishonmagan, jannatga ishonmagan, do'zaxga ishonmagan odamga nisbatan dunyo bir zulmatlik uyga o'xshaydi. Nega mengishni bilmaydi. Oxirida qanday qiladi? Bizning vazifamiz shu dunyoda go'zal yeyish, go'zal ichish, mushu o'xshaydi deb hayot qaynamoqqa tushadi. Amaliyotda bu xil hayotninki hayvondan nima farqi bor? Hayvonmi yeydi, hayvonmi ichidi, hayvonmi avlod qoldiradi? Insonning hayvondan farqi bo'lish kerak-da. Demak, iymon bizga bu qorong'ulikda qolgan vaqtimizda bir nurli chiroq bo'lib yo'limizni yo'rtib beradi. İnsan, seni Allah bu dünyaya elip geldi. Senin bu dünyadaki vazifen Allah buyurgandek yaşaş. Ölgenden keyin tügümeyse, çirip tügümeyse, ölgenden keyin sana hesap ba, cennet ba, do'zax ba, jazo, mukofot ba degan bu savollarning javobini berish orqali bizning oldimizda qanday qilib beradi? Yo'rtib beradi. Tasavvur qilib boqinglar, Allohga ishonmagan odam bu hayotni qanday tushunadi? Ma'qul, go'zal yasha, nurg'un pul topa, mashina ola, uy sola, ham oxirida o'lib ketdi. Nol, hammasidan ayrildi. Bu nima degan bir ma'nisiz. Demak, hayotning ma'nosini topolmaymiz. Biz gangashida qolamiz agar biz iymonsiz bu hayotni tasavvur qilsak. Demak, iymon Allohga bo'lgan ishonch, jannatga bo'lgan, do'zaxga bo'lgan, o'lgandan keyin bir abadiy hayotning borligiga bo'lgan bu ishonch bizning oldimizni yuritadi. Demak, iymon nima ekan? Oldimizni yuritib turadigan nurli chiroq. Undan boshqa iymon kuch-quvvat manbasi. Masalan, vatandagi vaqtimizda hozirga o'xshash tushkunmitdik. Ya'ni qaysinglar, men vatandan bu yerga chiqqandan keyin texmi taqvolashib ketdim. Texmi umidvorlashib ketdim. Chet elga chiqqandan keyin nishon jihatda texmi cho'ngaydim. Texmi umidvorlashdim. Texmi cho'ng ishlar
ishlarni qilishni ko'nglimga pukdim. Texmi qo'rqmas oldim, texmi jasoratli bo'lib ketdim deysiz. Qaysinglar shunda? Abdulbasit, chet elga chiqqandan keyin texmi taqvo olishdingizmi? Texmi umidvorlashib ketdingizmi? Texmi jasoratlashib ketdingizmi? Irob qilish derishni shuki, hammamiz chet elga chiqqandan keyin umidsizlikka patdik. Bir xil vatandagi jasoratimiz qolmadi, vatandagi ulug'vor nishonlarimiz qolmadi. Nima uchun? Biz vatandagi bir narsamizni yo'qotdik. Bu chet elda shuncha ishlar kengri, diniy kitob kengri, diniy da'vatlar kengri. Nima ish qilsak qila olamiz, nima o'qisak o'qiy olamiz. Shunda muhitda turib, bizdagi bu xil umidsizlik, bu xil tushkunlik, bu xil jasoratsizlikning manbasi birlar. U bo'lsa-mu, biz vatandagi iymonimizni shu pet elib chiqqan bo'ldik. Vatandagidek iymonga sahib bo'lmadik biz chet elga chiqqandan keyin. Vatanimizda shuncha zulm bo'lsa-mu, tutib oldigan shuncha xatarlik ahvollar bo'lsa-mu, tutib olishini, uy kesib o'tishni bilib tursaqmi, diniy o'qishni o'qiyveradi. Ustozlarimiz tutib olishni bilsa-mu, o'qitib-o'rgatdi. Boylarimiz uyini yiqib o'tishni bilsa-mu, uylarini o'qib qo'ydiganlarga beradi. Ulardagi bu xil qo'rqmaslik, bu xil jasorat nereden kelgan? Iymondan kelgan. Yani bir musibat kelsa, onunga Alloh taolo ajr beradi, Alloh taolo savob beradi. O'lgandan keyin uning mukofotini olamiz degan bu ishonch bilan bo'lg'achqa, bizmi qo'rqmay o'qiydik, ustozlarimizmi qo'rqmay o'qitadi. Ammo biz elga chiqqandan keyin iymonimizning yildizi bo'shab ketdi. Xil-muxil tashviqotlar sababli iymonimizning xuddi kuchaydigan, xuddi yerdan boshqa yerdan keldigandek, bu islomga, bu iymonga unchalik ehtiyoj yo'qdek bir holat keldi. Ya'ni iymonimizning yildizi bo'shab ketdi. Iymon bir daraxtga o'xshaydi. Bir daraxtning yildizi bo'shab ketsa, u daraxt meva yildizi bo'shab ketgan daraxt shaklda qarasak daraxt bo'lsa-mu, lekin u daraxt meva bermaydi. Iymon dal shunga o'xshaydi. Ya'ni iymonimizning yildizi bo'shab ketganligi uchun bu iymon bizga meva bermadi. Nimani meva bermadi? Qo'rqmaslikdan iborat bu mevani bermadi. Jasoratdan iborat bu mevani bermadi. Umidvorlikdan iborat bu mevani bermadi. Buyuk nishondan iborat bu mevani bermadi. Nishonimiz kundan kun kichiklab, xuddi hayvonga o'xshash, yeb ichishlar asosiy vazifamiz qilib oldi. Aksicha vatanda shuncha zulmlar bo'lsa-mu, iymon shunchalik insonning hayotini o'zgartganki, bir oqtomoki kunib qolgan, havoy havasiga ergashgan bir odamni millatning qahramoniga aylantirib olgan. Masalan, 5-fevral voqeasini qo'zg'agan Abduxalil Majid oqtomoki shunchalik kunib ketgan, hayoti tugashgan bir kishi. Ammo turmada hidoyat deb sababli 5-fevral voqeasini qo'zg'ash orqali bir millatning qahramoniga aylandi. Uni bir oq chekkan, oqqa mubtalo bo'lgan bir yoshdan millatning qahramoniga aylantirgan narsa nima? Uning topgan hidoyati iymonning kuchi. Rasulullohning tarixiga qarab boqadigan bo'lsakmi, xo'jayini bo'yniga og'amchini silib, kichik bolalarga tashlab bersa, kichik bolalar so'rab o'ynaydigan bir qul, uning qalbiga iymondan iborat bir narsa kirgandan keyin bo'yniga og'amchi sappas keyindan mengish emas, og'amchini bo'yniga solgan xo'jayini o'ltirgudek bir jasorat kiralgan. Said ibn Abi Waqqas degan sahoba 17 yoshda musulmon bo'ldi. U musulmon bo'lgan vaqtda tahi musulmon bo'lganlar soni nechta? 10 necha. Mushu vaqtda 10 necha nafar sahobani mushuklar masxir qilgan vaqtda Said ibn Abi Waqqas qanday qilgan? U mushuklarga hujum qilib beshni yerib atgan. Yer sharda ziminda musulmon bo'lganlardan faqat 10 nechasi bor. Mushundaq vaqtda mushuklarga etlib berib kallasini yerib atgan. Bir 17 yoshlik bolani bu xil jasorat keltirgan narsa nima? Uningdagi iymon. Muhammad ibn Fatih Istanbulni 20 necha yoshda fath qildi. Uni mushundaq buyuk ishlarga undigan narsa nima? Rasulullohga bo'lgan iymon, Rasulullohning so'ziga bo'lgan iymon. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom shundaq bir amr bo'ldi-ki, u amrning ismi mening ismimga o'xshash. U amr Konstantiniyani, ya'ni Istanbulni fath qiladi deb bishorat bergan. Muhammad alayhisalom cho'qim rost aytgan. Mening ismim uning ismiga o'xshaydi degan. Bu ishonch bilan harakat qildi. Amaliyotda boshqalar xiyolmi qilmaydigan bu qalbini qo'lga keltirdi. Demak, iymon insonni mana shunday kuchli qilib o'tadi. Undan boshqa dunyoda askarlarning yosh o'lchami qancha? 18 shundaq bo'l. 18 yoshni to'llarni dunyoda askarlik olmaydi. Lekin bizning dinimiz, bizning iymonimiz bu o'lchamlarni yıkıp tashlagan. 16 yoshli Usama ibn Zaydni askarlik emas, bir qo'shinga boshliq bo'la oladigan bir holat keltirgan. Uni shunda keltirgan narsa nima? Iymon. Shunga biz vatandagi o'xshash iymonning mevasini, iymonning lazzatini tetiyli, bizning iymonimiz meva bersin, qo'rqmaslik bersin, jasorat bersin, umidvorlik bersin, bizga buyuk g'oyalarni bersin deydi ekanmiz. Iymonimizga parvarish qilishimiz kerak. Iymonimizning yiltizini chingitishimiz kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda alam tara kayfa daraballohu masalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyibatun asluha thabit va far'uha fis sama. Alloh taolaning iymonni bir daraxtga o'xshatganligiga qaramamsa, u daraxtning asluha thabit, yiltizi mustahkam. Ya'ni iymondan iborat bu daraxtning yiltizi mustahkam va far'uha fis sama. Uning shoxchilari osmonga taqashgan. Ya'ni yiltizi mustahkam. Iymon qalbida haqiqiy o'rnashgan. Shoxchilari osmonga taqashgan. Ya'ni amal qilgan. Bundaq bir iymon tu'ti ukulaha kullu haynin bi idni robbiha. Bundaq iymon Robbining izni bilan har vaqt meva beradi deydi. Nimani meva beradi? Qo'rqmaslikni meva beradi. Umidvorlikni meva beradi. Jasoratni meva beradi. Buyuk nishon, ulug'vor g'oyadan iborat bu mevalarni beradi. Aksicha bu iymon sug'urilmasa, parvarish qilinmasa, yiltizi bo'shab ketsa, yuqoridagi mevalarni beralamdi? Asla berolmaydi. Demak, Qur'on iymonning doim parvarish qilinishiga tegishli bir narsa ekanligi. U bo'shab ketsa, garchi biz o'zimizni mu'min desakmi, bizda iymon bor desakmi, meva bermaydiganligini uch o'tirib qo'y. Agar bugungi iymon bizga bir umidvorlikni bermagan bo'lsa, Allohning yordamiga bo'lgan ishonchni bermagan bo'lsa, qo'rqmaslikni bermagan bo'lsa, hammamiz iymonimizni tekshirishimiz kerak. Iymonimizning yiltizi bo'shab ketgan. Uningga parvarish qilish
qilishimiz kerak. Yiltizi bo'shab ketgan daraxt shamolga bardoshlik bermay o'rilganga o'xshash. Yiltizi bo'shab ketgan iymonmi turli tashviqot vositalariga bardoshlik bermaydi. Ozroq shubhilar bilan taraddudga, ikkilanishga tushadi. Oxirida iymondan yenib to'xtaydi. Demak, iymonga parvoz qilmaslik mana shunday xatarlik oqibatlarni olib keladi. Dunyoda kofirlarning hammasininki islomga qarshi turganligini ko'ra olamiz. Bizning vatanimizda eng avval hujum nereden başladı? İslamga hujum qilishdan, musulmonlarni yo'qotishdan, diniy olimlarni yo'qotishdan boshladi. Nima uchun kofirlar bu iymondan, islomdan shuncha qo'rqadi? Kofirlar sizlardan bizning qo'rqmaydi, bizning ichimizdagi iymondan qo'rqadi. Chunki bizning ichimizdagi iymon bizni ana shunday jasoratli qilib o'tadi. Qo'rqmas qilib o'tadi. Shunga bizning qalbimizdagi iymonni yo'qotish uchun har xil vositalarni qo'llanmoqda. Bugungi kunimizda chet elda shunday vositalarni qo'llanmoqda. Nima uchun? Chunki Uyg'urlar iymondan ajrab ketsa, u o'zininki yiqilg'usidan ajrab ketadi. Zolimlarga qarshi harakat qila oladiganlar kimlar? O'lgandan keyin bir hayot bor. Ölsek şehit bo'lamiz. O hayotda mengu abadiy cheksiz xushal-xuram yashaymiz deb mushunga ishongan kishilar shuni qiladi. Shunga kofirlar, zolimlar bizning qalbimizdagi bu iymondan iborat bu haqiqatni o'chirishga tirishadi. Demak, kofirlarningki eng cho'ng nishoni bizning iymonimiz qadalgan ekan. Demak, biz uchun eng qimmatli narsa nima? Iymon. Kofirlarni qo'rqitqani haqiqiy mo'min bo'lib, jannat va dozoqqa haqiqiy ishonishimizdan qo'rqadi. Demak, iymon mana shunday kuch-quvvat manbasi. Ondan boshqa iymon dardimizning darmoni. Bir odamda iymon bo'lmasa, Allohga ishonmasa, jannatga ishonmasa, dozoqqa ishonmasa, bu odamning boshiga bir musibat kelsa, o musibatga qanday muomala qiladi? Nima deb tushuna o musibatni? Nereden keldi deb tushuna? Biz Allohga ishonish, jannatga ishonish, oxiratga ishonish bilan bir musibat kelsa, Alloh meni sinab o'tibdi deymiz. Alloh meni yaxshi ko'radi ekan, meni imtihon qilib o'tibdi deymiz. Shundaqla bu musibat qarta biz sabr qilsak, uning mukofotini oxiratda olama degan bu ishonch bilan o'zimizning kayfiyatini uslay olamiz. Ammo Allohga ishonmagan kishilar bu xil kayfiyatni qanday o'ngshaydi? Buni qanday tushunadi? Dunyoda o'zi kuch yetmaydigan nurg'ulg'an hodisalar bo'ladi. Uning qanday ta'bir beradi? Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom mu'minning, Allohga ishongan, jannatga ishongan odamning ishi ajoyib. Ya'ni uningga bir musibat yetsa, sabr qiladi, uning mukofotini oladi. Uningga bir xushallik yetsa, uningga shukr qiladi, uning mukofotini oladi. Ya'ni mu'min musibat yetsin yoki xushallik yetsin, uningga hammasiga to'g'ri muomala qiladi. Shuning uchun dunyoda insondek yashamoqchi bo'lsak, o'zimizning tabiatini yo'qotmay, haqiqiy insondek yashamoqchi bo'lsak, biz qalbimizdagi iymon kuchini yashatishimiz lozim. Shundaqla dunyoda qalbimizdagi bo'shliqni to'ldirib, dunyodan haqiqiy huzur, halovat olmoqchi bo'lsak, qalbimizdagi iymon kuchini yashatishimiz lozim. Shundaqla o'zimizga bir qizg'inlik, umidvorlik, bir kuch topmoqchi bo'lsak, qalbimizdagi iymon kuchini yashatishimiz lozim. Shundaqla hammamizning orzusi bo'lgan vatanimizni ozod qilish va shuning o'xshagan buyuk g'oyalarning keyinidan harakat qilmoqchi bo'lsak, ana shunday buyuk g'oyalarga erishmoqchi bo'lsak, iymon kuchini yashatishimiz lozim. Chunki buyuk g'oya, buyuk yiqilg'u ehtiyoji bor. Bu buyuk yiqilg'u qaysi? Bizdagi iymon. Hammadan muhimi, o'lgandan keyin mengu azob qilishni xohlamasak, dozoqda qilishni xohlamasak, qalbimizdagi iymon kuchini yashatishimiz lozim. Demak, iymon bizning bu dunyodagi baxt saodatimizning sharti, shundaqla oxirat hayotimizning qutqizishimizning sababi. Qalbimizdagi iymon kuchini qanday yashatamiz? Allohga bo'lgan iymonimizni tatib, iymonimizni boshdan oxir yanglab chiqamiz. Biz o'zimizni hozir Allohga ishonamiz deb o'ylaymiz, lekin Allohga bo'lgan ishonchimiz nihoyat ojiz. Shuning uchun biz oldin bilan Allohga bo'lgan ishonchimizdan boshlaymiz. Ya'ni Allohga bo'lgan iymonimizdan boshlaymiz. Inshaalloh kelarki darsimizda bu vaqt to'xtalamiz.